yo men ham xohlayapman uylanishni, dadamga ayta olmayapman-da. Onam tirik bo'lganda aytardim onamga. Dadang ham erkak kishi, to'g'ri tushuna, bor tushuntir. Haqiqatan borib aytaman. Bor. Dada, Ha? yo hech narsa, ana o'tib ketayotgan salomlashgan kiruvdi. Gaplashdingmi? Yo'q, Yur, o'zim gaplashay shu amakim bilan o'zim hal qilib beraman. hal kerak emas. Amaki? Ha? Tuxumaysan-da. Mayli, o'zim tirayman-ku. Dada, Ha? ana onamga necha yoshda uylangansiz? 21. Men 24 ga kirdim-da. Bo'ldi. Toqatim toq bo'ldi. Aytmasam bo'lmaydi. Siz ham odam-ku, erkak kishisiz-ku, tushunasiz-ku. Necha marta namyoq qildim. O'zingiz bilmaganlikka olasiz. Ha? Ha? Gapiring, gapiring. Qachon shunaqa deyman? Kim baqiryapti? Televizor ko'ryapman. Hojatxonadami? Shu uyimizga ayol kishi kelsa shu ishlarni men qilmasmidim. Nima xafasan? Ayol kishi kerak bu uyga deding, olib keldik. Kelin kerak deding, kelin keldi. Yana nima kerak senga? Dadasi qaroring. Hozir xotin onang chaqiryapti. Onam emas, Mera juta hai Japani. Dadang kelyapti-ku. Yasha. Assalomu alaykum. Qo'rqmang, adamchisi xotirasini yo'qotadi. Assalomu alaykum. Uyingizni qidiryapsizmi? Ha? Mana uyingiz. Siz kimsiz? Xotiningiz. Uyni qanday topib keldim? Uyni siz topib kelmadingiz. Men sizni topib keldim. Bo'pti, zavtrak qilaylik, bu narsa ber. Qanaqa zavtrak? Shom bo'ldi. Rostdan xotira yo'qoladimi? Qo'shnini uyida nima qilayotgandingiz? Assalomu alaykum. Qo'shnini uyida nima qilayotgandingiz? Uyingizda bir kungina qolib tursam bo'ladimi? Boring. Rahmat. Dadang tapda yorib qoldi, hozir yana o'tib ketadi. Uyalmaysizlar? Amaki hammasini tushuntirib beraman. Qizni dadasi bilan gaplashib bering. Mayli. Tanimayman-da. Lekin unaqa yurmalaring. Ichibdilar. Qani bir kelinimiz otasi duo bersin ha? Ha. Jiyanim borgan joyiga toshday qochsin. Ozroq ichuvdim-da, kim to'y bo'lyapti? Men kim mana? O'g'lim Rossiyaga borib bemalol ishlab kelur. Yuborgan pullaring tin-tinigacha o'zim yig'ib beraman. Men seni bankingman. Dada sizga ishonaman. Faqat sizga ishonaman. Assalomu alaykum dada. Ikkinchi bolam. Haligi pul bering dada. O'zi 412 ming pensiya olsam qaydan beraman senga pul? Akam pulidan bering. Berolmayman undan. Akangga va'da berganman men. Qancha? $500. Bir oyda beraman. Ma. Soxta emasmi bu? Yerimni buzma bola. Bilib telefon qilyaptimi bu? Ha, bolam, yaxshimisan? Ha dada, yaxshimisiz? Soqqan soqqa urib yig'yapsizmi? Ha, ten-teniga teginmasdan yig'yapman. Bu mening onam, bu mening onam. Ota haqida qo'shiq aytsang ham agang puldan berolmayman. Dada bermasangiz bo'lmaydi, yakshanba kun qaytaraman. Qancha? 1000. Rahmat. Yakshanba kundan kech qolmasin. Bu yoqqa kamera qo'ymaganman, qaydan bilyapti bu? Alo, ha bolam, yaxshi ishlayapsanmi? Rahmat dada, pul ancha ko'payib qoldimi? Ha, ancha yig'ilib qoldi. Dada, pulni vaqtida qaytaraman. Bera olmayman akangni puli. Kuyovingizni ishi yaxshi emas-da. Kuyovimda ishi ham bormi? Qizingizga rahmingiz kelmayaptimi? Vaqtida qaytar.
ko'tarmayman. Alo, yaxshimisan? Akang pulni oluvding, akam kun beraman deb, u qaysi yakshanbaligini so'ramagan ekanman-da. Yil bo'ldi, joyi qo'yib qo'yish kerak uni. Hozir telefon qo'yaraman. Meni asamimiz yapti bu. Siz tergan raqam siz uchun xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Assalomu alaykum bankim, men keldim. Bechora akam. O'g'lim, sen ham puling yig'ib beraymi? Torte qorningni suv qo'zi. Xo'p. Qandaysan? To'yingga hamma narsani gaplashib qo'ydi. To'yxona, mashina hammasi tayyor. Ikkita bola ham gaplashdim Shodiyor san uchun. Ikkita bola nimaga? Ammo qorning ko'tarib yurishgada. Keling aka, nima xizmat? Aka, yaqinda to'yim, o'shanga Zaksga Malibu 2 kerak. Sizga Malibu emas, gelik gaplashib beraman, bo'ladimi? Va, men vidimni ko'rib, chiroyimni ko'rib, Malibu emas, gelik deyapsiz-da. Yo'q, prosta bu qorin bilan Malibuga sig'maysiz-da. Menga ovqat bermaysizmi? Yo'q. Ertaga to'yingda osatirib yurasanmi? Qorningni jeta qilgan. Xo'p. Qorinvoyim, to'yimizga ham oz qoldi. To'yga kelin kuni oldim. Qo'shib korset ham oldim. Korseting nima u? As-chumis qizlar narsasi belda xichan qilib turadi. Yur, to'play olaylik. Yo qorningni yo'qotasan, yo uydan chiqib ketasan. Mana, bo'lar ekan. Qorinsiz yursa, binoyiday bola bo'lsa. Ko'ylagim shu yerda, korsetim qani ekan, ha? Qanday yechadi buni?